Assalomu alaykum. Bugungi video saboqlarimizda bizlar sizlarga Wikipedia'da foydalanuvchi beti ham talqilov betlari bilan ishlash haqida tushunib berib o'tamiz. Hozir ekranlaringizda ko'rib turganingiz qaralmoqcha Wikipedia'ning bas beti. Agar siz dizimdan o'tgan foydalanuvchi bo'lsangiz, betning yuqorgi o'ng bo'lagida sizning foydalanuvchi panelingiz joylashgan bo'ladi. Sol yerda siz o'zingizning foydalanuvchi atingizning ustini bosuv orqali foydalanuvchi betingizga o'tasiz. Foydalanuvchi beti deganimiz bu Wikipedia'ning o'zi haqida yamasa o'zining Wikipedia'dagi iskerligi haqidagi ma'lumotlarni qo'shuv uchun arnalgan bet bo'lib hisoblanadi. Foydalanuvchi betni ma'lumot qo'shuvning eng keng tarqalgan usullaridan biri bu yerga o'zingiz Wikipedia'da yaratgan maqolalar tizimini kirgizib boruv. Agar siz boshqa foydalanuvchiga xabar yamasa ma'lumot yozmoqchi bo'lsangiz, onun foydalanuvchi betini emas, onun talqilov betini yozishingiz tez. Sebebi foydalanuvchi betin tekrardan foydalanuvchining o'zi o'zgartirib yamasa to'ldirib boradi. Al sizning o yerga har xil narsani yozib ketuvingiz vandalizm hisoblanib, administratorlar tomonidan sizga dakka berilishi mumkin. Demek hozir men o'zimning foydalanuvchi betimdaman. Men o'zimning betime ma'lumot qo'shuv uchun direktor redaktorlov yamasa redaktorlov tugmalarining birini bosaman. Ham shu yerga ma'lumot kirgizaman. Uslay etib ma'lumot qo'samiz ham tomondagi o'zgarishlarni jariyalaw tugmasini bosamiz. Biz yozgan ma'lumot o'zimizning foydalanuvchi betimizga qo'shildi. Wikipedia'dagi yana bir ahamiyatli betlardan biri bu talqilov betlari bo'lib hisoblanadi. Negizi Wikipedia'dagi har bir betning qasında bo'lgan tegishli talqilov beti birga yuradi. Talqilov betlarining eng ko'p qo'llaniladiganlari bular maqolaning talqilov beti ham foydalanuvchining talqilov beti. Wikipedia'ning talqilov betini o'tuv uchun dastlab onun foydalanuvchi betine o'tiladi ham sol yerda foydalanuvchi beti degan bo'limning o'ng tarafida talqilov beti joylashgan bo'ladi. Misol uchun men o'zimning talqilov betimni hozir ochdim. Mana yerda 2022-yili boshqa bir foydalanuvchi menga salimnoma yozib qoldirgan, biroq ba'zi bir sabablarga bo'la javob beruv esimizdan chiqqan o'xshaydi. Hozir sol yerga javob berib qo'yamiz. Bunun uchun javob beruv tugmasini bosamiz ham va alaykum assalom deb yozamiz. Shu yerda juda bir ahamiyatli narsani ko'rsatib o'taman. Talqilov betlarida ham forumlarda o'zingizning fikringizni yamasa javobingizni yozib bo'lgandan so'ng sizning foydalanuvchi atingiz ham fikr qo'shilgan vaqt ko'rinishi kerak. Buning uchun arnavli tanbalar qatori bor. Ol qatara turgan 4 dana tilda belgisi. Uslay etib javob beruv tugmasini bosaman. Natijada men o'zimning talqilov betimda ma'gan boshqa foydalanuvchi yozgan salimnomaga javob berdim. Belgili bir foydalanuvchi betini o'tmoqchi bo'lsak, onun atining ustine bosamiz. Al agar onu talqilov betini xabar qoldirmoqchi bo'lsak, Wikipedia'da har doim foydalanuvchining atining qasdida yuradigan talqilov degan siltama orqali talqilov betine o'tib, yuqorgi asboblar panelidagi tema qo'shuv tugmasini bosamiz. Ham temani yozamiz. Salimnoma. Assalomu alaykum no'g'at. Shu yerda yana bir marta qaytalab o'tamiz. O'zingizning fikringizni yozib bo'lgandan so'ng izinden qatara 4 dana tilda belgisini qo'yuda unutmawimiz kerak. Tomonga borib tema qo'shuv tugmasini bosamiz. Natijada bizning qo'shgan salimnomamiz Gulmira adli foydalanuvchining talqilov betida ko'rindi. Shu yerda foydalanuvchining talqilov beti haqida bir-iki narsani qo'shimcha aytib o'tmoqchimiz. Asresi жаңадан dizimdan o'tgan foydalanuvchilar o'zining talqilov betidagi boshqa Wikipediachilar tomonidan yozilgan xabarlarni o'qib, tanishib boruv tez. Sebebi жаңадан dizimdan o'tgan foydalanuvchi
қате кемшіліктерге жол қойса, һәм осындай қате кемшіліктер хақында басқа тәжірибелі пайдаланушылар оған хабар қалдырса, ямаса администраторлар тарапынан дәккі хабарлары жазылса, бірақ пайдаланушы тыбарға алмастан сол қателерді істеуді давам еттіре берсе, администраторлар тарапынан блоклануы мүмкін. Талқылау бетлерінен кең қолданылатұғын және бірі бұл мақаланың талқылау беті. Википедияда әрбір мақаланың қасында талқылау беті болады. Мысал үшін, қаралпақша Википедияның бас бетінде жайласқан Ибраим Юсупов деген мақаланы ашамыз. Мақала бетінің оң жағында талқылау деген бет бар. Бұл талқылау беті сол мақаладағы мағлұматларды додалау үшін арналған. Біз Ибраим Юсупов хақындағы мақаланың ішінде оған арналған ескерткішлердің фотолары қосылмағандығын байқадық. Һәм сол хақында өзіміздің ұсынысымызды білдірмекшіміз. Бұның үшін тема қосу жазуының үстіне басамыз, һәм ұсынысымыздың темасын және текарғы текстін жазып кіргіземіз. Өзіміздің пікірімізді қосып болғанымыздан соң қатара 4 тилда белгісін қосып кетуді ұмытпаймыз. Демек, пікіріміз таяр, һәм төменге барып тема қосу түймесін басамыз. Көріп тұрғаныңыз сияқты Ибраим Юсупов атлы мақаланың талқылау бетіне ескерткіштер хақында өзіміздің ұсынысымызды жазып қалдырдық. Осылайынша кезектегі видео сабақларымызды жұмақлаймыз. Қош болыңыз.